O'zbekistonga 8 yil bo'lgan kelganim, bolalarim ham, amma oilamda olib kelgan xotinim joylari jannatdan bo'lsin, olamdan o'tgan edi. 4 ta balamni sho'ra olib keldim. 4 ta balam 3-maktabda o'qiydilar. Bu yoq menga juda yoqadi. Men maktabda juda maza qilib o'qiyman. Ustozim juda yaxshi. Bu yoqda o'g'il bolalar, qiz bolalar birga o'qiydi. Tinch, hech kim meni kamsitmaydi. Men yaxshi o'qiyman. Meni do'stlarim juda ko'p. Men ular bilan inoqman. Ular bilan o'ynayman. Xohlagan o'yinlarimizni o'ynaymiz. Men kelajakda doktor bo'lmoqchiman. Shifokor bo'lmoqchiman. Bizning maktabimizda 37 tadan ortiq afg'on muhojir farzandlar ta'lim-tarbiya olib kelmoqda. Inklyuziv ta'limning maqsadi aynan shu bo'lib, bu yerda hamjihatlik, birdamlik, hech kimni biror bir kishini chetda nazardan qoldirmaslik, baravar harakat qilish. Maktabimizda mana shu ishonch jamg'armasi loyihasi amalga oshirilganda asosan infratuzilmamiz ham yaxshilandi, yurish panduslari qulaylashtirildi, kompyuter texnikalari, mebel jihozlari, o'sha elektron doskalar bilan birgalikda yana biz mana shu jamg'arma doirasida quyosh panelini ham o'rnatib berishdi. Jamg'armaning oldiga qo'ygan maqsadini to'g'ri amalga oshirish bilan birgalikda biz pedagoglar uchun chin ma'nodagi yordam bo'ldi.